Birinchi va'za buyuk Alloh shunday degan: Ey odam bolasi, men hayronman. Bir kishi o'zining o'limli ekaniga ishongan bo'lsa ham baxt topadi. Bir kishi hisob-kitob bo'lishiga ishongan bo'lsa ham boylik to'playdi. Bir kishi qabr uni kutganiga ishongan bo'lsa ham kulgisi keladi. Men hayronman. Qiyomat kuni allaqachon keladi deb bilgan bo'lsa ham bee'tiborlik qiluvchi kishiga, dunyo hayotining qisqaligiga ishongan bo'lsa ham tinchlikda yurgan kishiga men hayronman. Ilmi tilda bo'lgan, ammo yuragi pok bo'lmagan kishiga, tashqi tomondan suv bilan poklangan, ammo ruh va yuragidan noqonuniy kishiga men hayronman. Boshqalarning kamchiligiga qarab, o'z ruhi kamchiligiga e'tibor bermaydigan kishiga, buyuk Alloh uni ko'rganini bilsa ham unga bo'ysunmaydigan kishiga, yolg'iz o'lib qabrga yolg'iz kiradi, hisob-kitobni yolg'iz beradi, ammo odamlardan xursandlik izlaydigan kishiga, haqiqatan mendan boshqa haqiqiy iloh yo'q. Muhammad alayhissalom mening qulim va elchimdir.